agar sizga pensiya, nafaqa, bola puli, kompensatsiya yoki boshqa ijtimoiy to'lov bir necha oyga kechikkan bo'lsa, bu video siz uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik pulim chiqibdi, lekin kartamga tushmayapti. Hisobot yopilmagan deyishyapti. Pijjo hisoboti sabab to'lov ushlanib qolgan ekan degan gaplarni eshitib nima qilishni bilmay qolmoqda. Men bugun aynan shu masalani oddiy tilda tushuntiraman. Pijjo hisoboti nima? Nega u sabab pul kechikadi? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasa ham bo'ladi? Va eng muhimi, pulingizni olish uchun amalda qanday qadam tashlashingiz kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta hujjat yoki bitta xato ma'lumot sabab odamlar 2 oy, 3 oy, hatto undan ham ko'proq kutib qolayotgan holatlar bor. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumot nafaqat sizga, balki ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz uchun ham kerak bo'lishi mumkin. Men avvalo Pijota hisoboti deganda odamlar nimani nazarda tutayotganini tushuntirib olay. Amaliyotda bu ibora ko'pincha pensiya jamg'armasi bilan bog'liq ma'lumotlar, ish staji, ish haqi, sug'urta badallari, tashkilotlar topshiradigan hisobotlar, shuningdek shaxsning ijtimoiy to'lov olish huquqini tasdiqlaydigan elektron ma'lumotlar majmuasiga nisbatan ishlatiladi. Ya'ni bu bitta oddiy qog'oz emas. Bu tizimdagi ma'lumotlar to'g'ri kelishi, ish beruvchi hisobotni vaqtida topshirishi, fuqaroning pasport ma'lumotlari, JSH raqami, bank kartasi, yashash manzili va to'lov turi bir-biriga mos bo'lishi kerak degani. Oldin ko'p ishlar qog'oz asosida yurardi. Masalan, odam pensiya yoki nafaqa uchun murojaat qilsa, mutaxassislar mehnat daftarchasini ko'rardi. Tashkilotdan ma'lumotnoma so'rardi, arxivdan ish haqi haqidagi qog'ozni olardi. Jarayon sekin bo'lsa ham ko'p narsa qo'lda tekshirilardi. Agar bir joyda raqam noto'g'ri bo'lsa, mutaxassis telefon qilib yoki fuqaroning o'zidan qo'shimcha hujjat so'rab, muammoni joyida hal qilishga harakat qilardi. Hozir esa tizim ancha elektronlashdi. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Ma'lumotlar tez almashadi. Pensiya va nafaqa tayinlashda ayrim hujjatlar avtomatik ko'rinadi. Odam har bir tashkilot eshigida yurmasligi kerak. Lekin elektron tizimning bir qattiq talabi bor. Ma'lumotlar mos kelmasa, tizim to'lovni ushlab turishi mumkin. Ya'ni kompyuter bu odamga pul bermayman deb o'zi qaror qilmaydi. Lekin mos kelmagan joyni ko'rsatadi. Masalan, ish beruvchi hisobot topshirmagan bo'lsa, fuqaroning ish haqi ko'rinmaydi. Bank kartasi boshqa ismga ochilgan bo'lsa, to'lov qaytadi. Pasport almashtirilgan, lekin ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, tizimda shaxsni aniqlashda muammo chiqadi. Manzil, oilaviy tarkib, farzandlar ma'lumoti, qarzdorlik yoki boshqa tekshiruvlar ham to'lovni vaqtincha ushlab qolishi mumkin. Mana shuning uchun odamlar menga pul chiqdi, lekin tushmadi degan vaziyatga duch kelmoqda. Pul tayinlangan bo'lishi mumkin. Lekin to'lov bosqichida texnik, hujjatli yoki hisobot bilan bog'liq muammo paydo bo'ladi. Natijada pul bir oy emas, ba'zan bir necha oyga kechikadi. Asosiy qismi nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Men ko'p ko'radigan birinchi sabab ish beruvchi oylik va xodimlar bo'yicha hisobotni vaqtida yoki to'g'ri topshirmagan. Bu ayniqsa ishlagan davri pensiya hisob kitobiga kirishi kerak bo'lgan odamlarda muhim. Masalan, fuqaro 2023 yilning yanvardan dekabrigacha bir korxonada ishlagan. Uning oyligi 3 million so'm bo'lgan. Lekin korxona ayrim oylar bo'yicha hisobotni kech topshirgan yoki xodimning JSH raqamini xato kiritgan. Natijada pensiya jamg'armasi tizimida bu odamning 2 oy ishlagan emas, faqat 7 oy ishlagani ko'rinadi. Fuqaro pensiya tayinlashga borganida sizning ma'lumotingiz to'liq emas degan javob oladi. U o'zi ishlagan, oylik olgan, hatto kartaga pul tushganini biladi. Lekin tizimda hisobot bo'lmasa, bu ma'lumot rasmiy hisobga olinmay turadi. Ikkinchi sabab, eski davr mehnat staji arxividan tasdiqlanmagan. Masalan, odam 1995 yildan 2005 yilgacha kolxozda, zavodda yoki davlat tashkilotida ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin tashkilot yopilgan, nomi o'zgargan, arxiv boshqa joyga o'tgan. Avval bunday holatda ham mutaxassislar qog'oz asosida izlab topardi. Hozir esa rasmiy tasdiq kerak. Agar arxiv ma'lumotnomasi kechiksa, pensiya hisob kitobi ham kechikadi. Bu kechikish ba'zan fuqaroning aybi emas, lekin pulning o'z vaqtida chiqishiga ta'sir qiladi. Uchinchi sabab, bank kartasi bilan bog'liq muammo. Ko'pchilik pul tayinlandi, demak darrov kartaga tushadi deb o'ylaydi. Lekin karta faol bo'lishi, aynan to'lov oluvchining nomida bo'lishi, muddatdan o'tmagan bo'lishi, bank rekvizitlari to'g'ri kiritilgan bo'lishi kerak. Misol uchun, pensioner onaning pensiyasi o'g'lining kartasiga tushsin deb
ariza yozmoqchi bo'ladi. Ayrim to'lovlarda bunga alohida ishonchnoma yoki qonuniy vakillik talab qilinadi. Agar tizimda karta egasi bilan to'lov oluvchi shaxs mos kelmasa, to'lov qaytishi mumkin. Pul yo'qolmaydi, lekin qaytgan pulni qayta chiqarish uchun yana vaqt ketadi. 4-sabab, pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilanmagan. Masalan, fuqaro familiyasini o'zgartirgan, nikohdan keyin yangi hujjat olgan yoki eski pasportdan ID kartaga o'tgan. Lekin bankda eski ma'lumot, pensiya jamg'armasi tizimida boshqa ma'lumot, soliq bazasida 3-ko'rinishdagi ma'lumot turgan bo'lishi mumkin. Bitta harf farq ham muammo tug'diradi. O'g'iloy bir joyda o'g'iloy, boshqa joyda o'g'iloy deb kiritilgan bo'lsa, tizim avtomatik moslashtirishda xatolik chiqaradi. 5-sabab, to'lov huquqi qayta tekshirilayotgan bo'lishi. Ayrim ijtimoiy to'lovlar uchun oilaning daromadi, tarkibiy yashash joyi, farzandlarning yoshi, nogironlik holati, vasiylik yoki boshqa mezonlar tekshiriladi. Masalan, bola puli olayotgan oila farzandlaridan biri 12 yoshga to'lgan yoki oilada rasmiy daromad oshgan yoki manzil o'zgargan. Tizim buni ko'rib to'lovni avtomatik davom ettirmasdan qayta ko'rib chiqishga yuborishi mumkin. Fuqaro esa men oldin olib turgandim, nega to'xtadi deydi. Sababi shuki, oldingi holat bilan hozirgi holat bir xil emas. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda pul bir oydan ortiq kechikkan bo'lsa, o'zi tushib qolar deb kutib o'tirmaslik kerak. Ayniqsa sizga hisobot yopilmagan, ma'lumot kelmagan, kartangiz qaytargan, arxivdan javob yo'q deyishgan bo'lsa, bu aniq harakat talab qiladigan vaziyat. Ikkinchidan, ish joyingiz tez-tez o'zgargan bo'lsa, norasmiy ishlagan bo'lsangiz, korxona yopilgan bo'lsa, eski mehnat stajingiz ko'p bo'lsa, albatta oldindan tekshirtiring. Uchinchidan, hujjat almashtirgan bo'lsangiz, familiya o'zgargan bo'lsa, bank kartangiz yangilangan bo'lsa, ma'lumotlar mosligini tekshirish shart. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar to'lov yangi tayinlangan bo'lsa va hali birinchi oy yakunlanmagan bo'lsa, ayrim hollarda texnik davr bo'ladi. Masalan, qaror oyning oxirida chiqqan bo'lsa, pul keyingi to'lov reyestriga tushishi mumkin yoki dam olish kunlari, bayram kunlari, banklararo o'tkazmalar sabab 2-3 ish kuni kechikish bo'lishi mumkin. Lekin bu 2-3 kun boshqa, 2-3 oy boshqa. Men doim shuni aytaman. Qisqa texnik kechikish normal bo'lishi mumkin. Lekin bir necha oylik kechikishning sababi albatta aniqlanishi kerak. Real hayotiy misol keltiraman. Bir fuqaro 6000 yoshga to'lib pensiyaga chiqadi. U 30 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Mehnat daftarchasida yozuvlar bor. Lekin oxirgi 5 yil ishlagan xususiy firmasi xodimlar bo'yicha hisobotlarni to'liq topshirmagan. Natijada tizimda uning oxirgi 5 yildagi daromadi to'liq ko'rinmaydi. Pensiya miqdori pastroq chiqishi yoki tayinlash kechikishi mumkin. Fuqaro firmaga boradi. Firma buxgalter almashgan, eski hisobotlarni topish kerak deydi. Mana shu jarayon 12 oyga cho'ziladi. Agar fuqaro oldindan Maytokobuz soliq kabineti yoki pensiya jamg'armasi bo'limi orqali ma'lumotlarni tekshirtirganida pensiyaga chiqish vaqti kelganda bunchalik qiynalmasdi. Yana bir misol, nogironlik nafaqasi oladigan insonning bank kartasi muddati tugagan. U yangi karta ochgan, lekin yangi karta rekvizitlarini tegishli organga topshirmagan. Tizim eski kartaga pul yuboradi, bank esa karta yopilgan deb to'lovni qaytaradi. Fuqaro bankka boradi, bank bizda pul yo'q deydi. Jamg'arma bo'limiga boradi, u yerda pul qaytgan, qayta reyestrga kiritiladi deyishadi. Bu jarayon keyingi to'lov davriga o'tib ketadi. Natijada odam bir oy kutadi, ba'zan 2-oy ham kutadi. Sabab juda oddiy, karta yangilangan, lekin ma'lumot yangilanmagan. Yana bir holat, bola puli olayotgan oilada ota rasmiy ishga kiradi va oyligi 4 million so'm bo'ladi. Avval oila daromadi past bo'lgan, to'lov chiqqan. Keyin tizim soliq ma'lumotlari orqali yangi daromadni ko'radi. Oilaning huquqi qayta hisoblanadi. Agar daromad mezondan oshsa, to'lov to'xtashi mumkin. Agar oshmagan bo'lsa ham qayta tekshiruv davrida kechikish yuz berishi mumkin. Bu yerda pulimni kimdir ushlab qoldi deb o'ylashdan oldin, mezonlar o'zgarganmi? Oilaviy tarkib to'g'rimi? Daromad to'g'ri aks etganmi? Shuni tekshirish kerak. Endi eng muhim nozik nuqtalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pul tayinlangan sana bilan pul tushadigan sana har doim bir xil emas. Qaror bugun chiqqan bo'lishi mumkin, lekin banka reyestr ertaga yoki keyingi haftada ketadi. Ba'zan to'lovlar partiya qilib yuboriladi. Ya'ni 20 ming odamga bir kunda emas, bosqichma-bosqich o'tkaziladi. Shuning uchun bir mahalladagi qo'shningizga tushib, sizga tushmagan bo'lsa, bu hali sizga pul berilmaydi degani emas. Lekin farq 10 yil, 15 kundan oshib ketsa, aniqlashtirish kerak.
Ikkinchi nozik jihat qarzdorlik va ijro hujjatlari. Ayrim odamlar kartasiga pul tushganini ko'rmaydi. Chunki karta hisob varag'ida majburiy undiruv, aliment, kredit, jarima yoki boshqa cheklov bo'lishi mumkin. Bu hamma to'lovga bir xil qo'llanadi deb aytib bo'lmaydi. Chunki ayrim ijtimoiy to'lovlar qonun bo'yicha himoyalangan bo'lishi mumkin. Lekin amaliyotda bank hisob varag'i bloklangan bo'lsa, puldan foydalanishda muammo chiqadi. Shuning uchun bankdan hisob varag'imda cheklov bormi deb alohida so'rang. Faqat karta ishlayaptimi deb so'rash yetmaydi. Karta ishlashi mumkin, lekin hisob varaqda cheklov turishi mumkin. Uchinchi nozik jihat ish beruvchi hammasi joyida deyishi har doim tizimda ham joyida degani emas. Buxgalter sizga oylik bergan bo'lishi mumkin, lekin hisobotda xato ketgan bo'lishi mumkin. Masalan, sizning JSS shir raqamingiz o'rniga boshqa xodimniki yozilgan. Yoki siz 10 oy ishlagansiz, hisobotda 10 oy ko'ringan. Yoki oylik summasi 3 million emas, minimal summa ko'rsatilgan. Bu keyinchalik pensiya miqdoriga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun faqat og'zaki gapga ishonmang, rasmiy ma'lumotni tekshiring. 4-nozik jihat arxiv hujjatlarida ism familiya farqi. Eski hujjatlarda lotin, kiril, ruscha yozuv, nikohdan oldingi familiya. Otasining ismi qisqartmasi har xil bo'lishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida Karimova Dilbar Ahmedovna, pasportda Karimova Dilbar Ahmedovna bo'lsa, bu kichik farqdek ko'rinadi. Lekin hujjatni tasdiqlashda qo'shimcha izoh, arxiv ma'lumotnomasi yoki sud orqali faktni belgilash zarur bo'lib qolishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman, balki oldindan tayyor bo'lishingiz uchun aytyapman. 5-nozik jihat to'lov to'xtatilgan bo'lsa, hamma vaqt pul butunlay kuyib ketmaydi. Ba'zi holatlarda sabab bartaraf etilgach, oldingi oylar uchun ham qayta hisob-kitob qilinadi. Masalan, pensiya tayinlash kechikdi, lekin murojaat sanasi to'g'ri qayd etilgan bo'lsa, fuqaro o'ziga tegishli davr uchun pulni keyinroq olishi mumkin. Lekin buning uchun ariza sanasi hujjat topshirilgan kun, rad javobi yoki kamchilik haqida bildirishnoma saqlanishi kerak. Agar siz og'zaki borib kelavergan bo'lsangiz va hech qanday iz qolmagan bo'lsa, keyin men 3 oy oldin kelgandim deb isbotlash qiyinlashadi. 6-nozik jihat tanish orqali tezlashtirib beraman deganlarga ishonmang. Hisobotdagi xato rasmiy yo'l bilan tuzatiladi. Bank rekviziti rasmiy ariza bilan yangilanadi. Arxiv hujjati rasmiy so'rov bilan olinadi. Kimdir sizdan pul so'rab, Pijota hisobotingizni ochib beraman, kechikkan pulni chiqarib beraman desa, ehtiyot bo'ling. Ko'p hollarda bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Siz faqat rasmiy idora, rasmiy portal, rasmiy ariza va rasmiy javob bilan ishlang. 7-nozik jihat bir idora muammoning faqat bir qismini ko'radi. Bank pul kelmagan deydi. Pensiya jamg'armasi reyestr yuborilgan deydi. Ish beruvchi hisobot topshirilgan deydi. Fuqaro o'rtada sarson bo'ladi. Bunday vaziyatda zanjirni bo'lib tekshirish kerak. Birinchi to'lov tayinlanganmi? Ikkinchi reyestrga kiritilganmi? Uchinchi bankka yuborilganmi? To'rtinchi bank qabul qilganmi yoki qaytarganmi? Beshinchi karta yoki hisob varaqda cheklov bormi? Mana shu 5 ta savolga javob topilsa, kechikishning joyi aniq ko'rinadi. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjat yig'ish kerak? Endi eng kerakli qism, siz hozir nima qilasiz? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, to'lov turini aniq biling. Siz pensiya kutyapsizmi? Nogironlik nafaqasimi? Bola pulimi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Kompensatsiya yoki boshqa ijtimoiy yordammi? Har birining tekshiruv tartibi boshqacha bo'lishi mumkin. Menga pul tushmadi degan umumiy gap bilan borsangiz, mutaxassis ham darrov aniq javob bera olmaydi. To'lov nomi tayinlangan sana oxirgi marta qachon pul olganingizni yozib oling. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tayyorlang. ID karta yoki pasport, JSS raqamingiz, bank kartasi rekvizitlari, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz, agar vakil orqali murojaat qilinsa ishonchnoma yoki vakillik hujjati kerak bo'ladi. Agar masala pensiya yoki ish staji bilan bog'liq bo'lsa, mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma, arxiv hujjatlari, eski buyruqlar nusxasi, oylik haqidagi ma'lumotlar ham kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam. Bankdan aniq ma'lumot oling. Bankka borib yoki kol markaz orqali shunchaki pul tushdimi deb emas, aniq savollar bering. Hisob varag'im faolmi? Karta muddati o'tmaganmi? Ijtimoiy to'lovlar uchun hisob raqamim to'g'rimi? Oxirgi oyda qaytgan to'lov bo'lganmi? Hisob varaqda blokirovka yoki cheklov bormi? Agar bank to'lov qaytgan desa, qaytgan sana va sababini yozib oling. Iloji bo'lsa rasmiy ma'lumotnoma oling. 4-qadam. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling.
murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Menga tegishli pensiya yoki nafaqa to'lovi falon oydan beri kartamga kelib tushmayapti. To'lovning tayinlanganligi, reyestrga kiritilganligi, bankka yuborilganligi yoki qaytganligi bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Agar sizga Peugeot hisoboti kelmagan deyishsa, arizada aynan qaysi davr, qaysi tashkilot, qaysi ma'lumot yetishmayotganini ko'rsatib berishni so'rang. 5-qadam, ish beruvchingizdan hisobotni tekshirtiring. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz yoki yaqinda ishlagan bo'lsangiz, korxona buxgalteriyasiga boring. Ulardan sizning JSH raqamingiz to'g'ri kiritilganmi? Qaysi oylar bo'yicha hisobot topshirilgan? Ish haqqi summalari to'g'ri aks etganmi? Qarzdorlik yoki tuzatish hisobotlari bormi? Shularni tekshirishni so'rang. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. 6-qadam, MyBankov. Uz yoki tegishli elektron xizmatlar orqali ma'lumotlaringizni tekshiring. Elektron tizimlaridan foydalanish qiyin bo'lsa, farzandingiz, ishonchli qarindoshingiz yoki davlat xizmatlari markazi xodimlaridan yordam so'rang. Maqsad bitta. Tizimda sizning ish stajingiz, to'lov holatingiz, shaxsiy ma'lumotlaringiz qanday ko'rinayotganini bilish. 7-qadam. Agar javob cho'zilsa, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Murojaatni yozma yoki elektron shaklda yuboring. Unda barcha sanalarni ko'rsating. Qachon ariza bergansiz, qachon pul to'xtagan, qaysi idoraga bordingiz, kim nima dedi, qanday hujjat topshirdingiz. Hujjat nusxalarini ilova qiling. Eng muhimi, hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Meni aldashyapti deb yozishdan ko'ra, falon sanadan beri to'lov amalga oshmagan, sababini yozma tushuntirib berishingizni va to'lovni tiklash bo'yicha choralar ko'rishingizni so'rayman deb yozish samaraliroq. 8-qadam. Har bir murojaatdan nusxa saqlang. Ariza topshirsangiz, kirim raqami oling. Elektron murojaat yuborsangiz, tasdiq raqamini saqlang. Bank ma'lumotnomasi, jamg'arma javobi, ish beruvchi xati, arxiv javobi hammasini bitta papkaga yig'ing. Chunki kechikkan to'lovni qayta hisoblatishda aynan shu hujjatlar kerak bo'ladi. 9-qadam, muammo ism, familiya yoki hujjat farqida bo'lsa, uni alohida hal qiling. Nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, arxivdagi yozuv bilan pasportdagi yozuvni bog'laydigan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Ba'zan idoraning o'zi yetarli tuzatish kiritadi, ba'zan esa qo'shimcha yuridik tartib talab qilinadi. Buni cho'zmaslik kerak, chunki bitta harf muammosi butun to'lovni ushlab turishi mumkin. 10-qadam, kutish muddati nazorat qiling. Agar sizga keyingi oy tushadi deyishsa, qaysi sanada, qaysi reyestrda, qaysi bankka yuborilishi aytilganini yozib oling. Keyingi oy yana tushmasa, yana kuting degan javob bilan cheklanib qolmang. Sabab bartaraf etildimi yoki yo'qmi, shuni aniqlang. Demak, PJ hisoboti yoki pensiya jamg'armasi bilan bog'liq ma'lumotlardagi kechikish ko'pincha pul yo'q degani emas. Ko'pincha sabab hisobot topshirilmagani, ma'lumot xato kiritilgani, bank kartasi muammosi, pasport ma'lumotlari mos kelmagani, arxiv javobi kechikkani yoki to'lov huquqi qayta tekshirilayotganda bo'ladi. Eng noto'g'ri yo'l bu jim kutish. Eng to'g'ri yo'l esa zanjirni tekshirish. To'lov tayinlanganmi? Reyestrga kiritilganmi? Bankka yuborilganmi? Bank qabul qilganmi? Karta va hisob varaqda muammo yo'qmi? Men sizga ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Hamma narsani yozma qiling. Hujjatlarni saqlang, aniq savollar bering va har bir idoradan rasmiy javob oling. Shunda bir necha oyga kechikkan pulning sababini topish va uni tiklash ancha osonlashadi. Agar sizda ham pensiya, nafaqa yoki boshqa to'lov kechikkan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi to'lov necha oy kechikdi? Sizga qanday sabab aytishdi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot kimningdir bir necha oylik pulini vaqtida olishiga yordam berishi mumkin.